Tracker ELS zo'r bahoda 175 million so'm paket mashin, toza mashinali. Birinchi nomerlari olingan, salondan sozlar 210 million so'mdan ziyod turibdi. Salonda bizdan 175 million so'm aksiyazlar bo'ladi. Mashina birinchi nomerlari olingan, 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Qora svet, LS pozitsiyasi. Mashinamiz 6000 kilometr yurib turibdi. 175 million so'm beramiz mashinani. Naqdi barterini ustida gaplashamiz, gelsangizlar. Qo'shko'pir avtomarketda turadi. Shunday qulay narxlarda mashinalarni ko'rib borish uchun kanalimizga podpiska, like bosib qo'yishni unutmanglar. O'zini egasini yuborib qo'yasizlar. Mashin qarab yurgan ega bo'lsa, shunday mashin arzon bahoda 175 million so'm toza Tracker aksiyazlar bo'ladi. 2024-yil mashin. Kelib olasizlar, avtomarketda turadi mashin.